Yangi shahar mahallasida istiqomat qiluvchi 70 yoshli otaxon Abduali bobo bugun ham tinimsiz mehnati bilan barchaga ibrat bo'lib kelmoqda. U o'z xonadonida issiqxona tashkil etib, yil davomida samarali foydalanmoqda. O'tgan yil noyabr oyida issiqxonaga kartoshkaning Kolumbiya navini ekib, mo'may daromadga ega bo'ldi. Noyabr oyida kartoshkalarni ekuvdim, mana shu parnikda 500 kilo shu nimasini sotishdan olib 20 mingdan sotdim. Yanvar oyiga mana shu bodringni ikkinchi ekinga ekdim. Mana hozir 1 kilosini birinchi 15 mingdan, hozir 10 mingdan 8 mingdan topshiryapman har kun. 2 xalta, 3 xalta nima qilib topshiryapman. Abduali bobo issiqxonani bir zum ham bo'sh qoldirmaydi. Bodring mavsumi yakunlangach, bu yerga pomidor ekishni rejalashtirgan. Bundan keyin xudo xolasa yana pomidor ekaman. Noyabrgacha, noyabrdan keyin yana kartoshka ekaman. Bir yilga 4 marta hosil olishim iloji bor. Mana qarilik partiga navralar bilan, bola chaqalar bilan mana shu ishlarni qilib yuribmiz. Ishlasa bo'ladi. Aytaylik, mana men ham hozir 70 yoshga qarab boryapman. Shu ishlarni qilaman, o'zim qilaman. Ham salomatligim yaxshi. Bir kunda vaqtingizni necha soatini aynan issiqxonaga sarflaysiz? Tomorqada ishlashga sarflaysiz? Aytaylik, ertalab turaman, namozni o'qib bo'lgandan keyin soat 8 gacha, 9 gacha ishlayman. Dam olib, yana kechqurun soat 4 dan 5-6 gacha salqin paytiga ishlayman. Qolgan paytiga istirohat qilib dam olaman. Darhaqiqat, bu xonadonda mehnatsevarlik, tajriba va yerga mehr uyg'unlashib, barakali daromad manbaiga aylangan.